Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Efendim, bir boyga qul bo'lib ishlaydi. Boy bir kuni efendimga yerga bug'doy tervat deb buyurdi. Efendim bug'doy o'rniga arpa terdi. Buni ko'rgan boyning qattiq achchig'i kelib, "Men sana bug'doy tergin desam, nemishqa arpa terding?" deb so'radi. Efendim, "Arpa tersam bug'doy unmamdi?" deb qaytarib savol qo'ydi. Boy achchiqlanib, "Aqling bormi yo'qmi sening? Nada arpa tersa bug'doy unadigan ish bor ekan?" dedi. Efendim, "Undoq bo'lsa siz doim kishilarga jabr, zulm qilib turib, yana ulardan yaxshilik umid qilasiz-ku. Yaxshilik qilsa yaxshilik, yomonlik qilsangiz albatta yomonlik qaytmamdi. Arpadan bug'doy unmagandek kishilarga azor berib, yana ulardan yaxshilik umid qilmang" deb javob berdi. Hikmat: yomonlik qilib yaxshilikni kutish qaqshal daraxtdan meva talab qilgandek ishdir.